Hamma narsaga qiziqadigan odamlar bo'ladi-yu. Mana nima? Rumiyani Nima qilasan buni? suraman. Xatingga. Yuzimga nima ishingiz bor, suring. Suraymi? Suring. Shunaqa bo'ldimi? Ajrashgan dugona emasding. Hammasini eshitdim. Eshitgan bo'lsiz, ayting nima bo'lgan, biz ham bilaylik nima. It berardim ketgandan keyin. To'g'ri aytib berarkan nima bo'lgan o'zi. Zebo qo'shniga baqir chaqir bo'lyapti. Nima qiling? Bor bilibki? Yo'q, nima hamma narsaga aralashurasiz? Qizuvdi. Davay. Zebo mana shu nima? Lavroy list. Nima qilasan buni? Ovqatga sovaman-ku. Biz park solinga ovqat yeymizmi? 3 yildan beri yeyapmiz Umid aka. Suri. Mana nima? Highlighter. Zebo uyimizda turgan ekanmi nima? Parashok. Parashok quyuq bo'ladi, suyuq. O'sha challarga qilinishi kerak bo'lgan ikkita tog'ora, bittasiga norin, bittasiga oyim bilan gaplashaman, balki aralashmassiz. Bittasiga somsa qilaylik. Zebo qalam nimaga kerak senga? Baribir ishtima chizmaysan-ku. Bering bu yoqqa. Nima qilsan? Hozir Uzun marketda Rozi belgili tovarlar buyurtma qilmoqchiman. Nimaga yana rozi? Bu tovarlar uchun eng arzon narx garantiyasi bor. Mana masalan, eng zo'r idishda to'plamini topdim, qarang. Boshqa joyda arzon ko'rsang-chi. Agar boshqa onlayn do'konda arzonroq ko'radigan bo'lsam, ariza jo'nataman, Uzun market ko'rib chiqib, farqi promokod qilib qaytarib beradi. Menga ham zakaz qilishni o'rgat. Ha, endi sizni ham yangi hobbingiz Uzun marketdan yangi arzon tovarlar qidirish bo'lar ekanda-ya.